حياكم الله أيها الإخوة Aziz aka-uka va opa-singillar, barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Bugun ro'zani buzuvchi narsalar haqida qisqacha aytib o'tamiz. Alloh taolo Qur'onda ro'zani buzuvchi asosiy narsalarni bayon qilib shunday degan: Endi ahlingiz bilan Ramazon kechalarida qo'shilaveringlar va Alloh sizlar uchun taqdir qilgan farzandni talab qilinglar. Tongda oq ip qora ipdan ajraladigan tong vaqtigacha yeb ichaveringlar. So'ngra kechgacha ro'zani benuqson qilib tutinglar. Bu oyatda ro'zani buzuvchi asosiy narsalar bayon qilingan: yeb ichish va qo'shilish. Ro'zani buzuvchi narsalarning ba'zilari insondan chiqqan narsalar bo'ladi. Jimo qilish yoki qasddan qayd qilish, ayollar uzrli holatda va hijoma qilish kabi insondan chiqadigan narsalar ro'zani buzadi. Hijoma qilganda badan zaiflashib, og'izni ochishga olib boradi. Ro'zani buzadigan narsalarning qolgani insonning ichiga kiradigan narsalar. Ya'ni biror narsani yemoq yoki biror narsa ichish. Inson yeb ichadigan bo'lsa, ro'zaning maqsadi butunlay yo'qqa chiqaradi. Demak, ro'zani buzuvchi narsalarning ayrimlari insonni zaiflashtiradigan narsalar. Ayrimlari esa insonga quvvat beradigan narsalardir. Ro'zani buzadigan narsalar orasida gunohi eng og'iri bo'lgani jimo qilish. Kim Ramazonda ro'za tutgan vaqtda o'z ixtiyori bilan jimo qiladigan bo'lsa, uning ro'zasi botil bo'ladi. U tavba qilish kerak va o'sha kuni kechgacha ro'zani buzadigan narsalardan tiyiladi va Ramazondan keyin ro'zasining qazosini tutadi. Ya'ni kafforat to'laydi. Kafforat qodir bo'lsa qul ozod etadi. Qodir bo'lmasa 60 kun ketma-ket ro'za tutadi. Bunga ham qodir bo'lmasa 60 ta miskinni taomlantiradi. Ayoli ham o'z ixtiyori bilan qo'shilgan bo'lsa, u ham mana shu ishlarni qiladi. Agar majburlangan bo'lsa, bu kafforatni to'lamaydi. Bundan boshqa ro'zani buzadigan ishlarni qilsa, ko'pchilik ulamolarning nazdida bunday og'ir kafforat to'lamasa ham, lekin qattiq tavba qilish kerak bo'ladi va ko'p nafl ro'zalar tutish kerak. Ajab emas, shunday qilsa Ramazonda boy bergan yaxshilikni o'rnini to'ldirsa, ya'ni bir kishi Ramazonda uzrsiz qasddan yeb ichsa yoki ro'zani buzadigan boshqa ishlarni qilsa, gunohkor bo'lishi bilan birga katta ajr savobdan mahrum bo'ladi. Agar tavba qilib qazosini tutgan taqdirda ham Ramazondagi ajr savobni qayta topa olmaydi. Shuning uchun ko'p nafl ro'zalar tutib, Ramazonda yo'qotgan yaxshiliklarning o'rnini to'ldirishga harakat qilish kerak. Agar Ramazonda bir necha marta ro'zasini buzgan bo'lsa, ya'ni jimo qilib, necha marta ro'zasini buzgan bo'lsa, kafforatni ham shuncha to'laydi. 3 marta buzgan bo'lsa, 3 ta kafforat, 4 marta bo'lsa, 4 ta kafforat. Ro'zador uxlab ehtirom bo'lib qolsa, buni zarari yo'q. Quvvat beruvchi ukollar, qon quyish ro'zani buzadi. Quvvat bermaydigan ukollar ro'zani buzmaydi. Buyrakni yuvish, dializ ro'zani buzadi. Ko'zdan, quloqdan dori tomizish, tishni oldirish yoki teridagi yaralarga dori qo'yish ro'zani buzmaydi. Va astma uchun ishlatiladigan puflagich ham ro'zani buzmaydi. Ammo burundan dori tomizish, burunning yo'li to'g'ri ichga ketadi. Dori ichga ketadigan bo'lsa ro'za buziladi.